15% talabalarimiz bitiruv malakaviy ishlarning himoyasi bo'lyapti. Mana 2 kundan buyon fakultetimizda himoya ishlari ketyapti. Kun kecha 20 ta talabalarimiz bitiruv malakaviy amaliyot himoya qilgan bo'lsa ishlarni, bugun mana agronomiya yo'nalishidagi talabalarimiz 15 ta talabamiz bitiruv ishlarini himoya qilyapti. Ustoz, bitiruvchi talabalarimiz bitiruv malakaviy ishlar himoyasini qanchalik a'lo darajada himoya qilyapti? Agronomiya yo'nalishi talabalarini bitiruv malakaviy ishlarini eslayapmiz. Bitiruv malakaviy ishlari juda dolzarb, hozirgi zamonaviy innovatsion texnologiyalarni o'rganishga bag'ishlangan mavzularda bajarishgan. Talabalarda tayyorgarlik darajalari juda yaxshi, hozirgi zamonaviy bilimlarga ega, innovatsiyaga qiziqqan holda kelajakda ishlab chiqarishda amaliy natijalar berishga qaratilgan mavzularda bajarilgan ishlarni ishlayapmiz. Malakaviy ishlar himoyasi o'sha bitiruvchi talabalar, bo'lajak kadrlarning kasbiy faoliyatida, ilmiy faoliyatida ahamiyati qanchalik katta? Endi bitiruv malakaviy ishi talabalarni ilmiy ishlarni bajarishga, natijalarni olib, ularni tahlil qilishga, xulosa qilishga va ishlab chiqarishga, joriy etishga o'rgatadigan bir jarayon hisoblanadi. Bitiruv malakaviy ish himoyasi qanday bo'ldi? Hayajon bo'lmadimi? Hayajonlanish yo'q. Yaxshi o'tdi. Himoyaning mavzusi nimada edi? Soyani hosildorligiga va hosildorligiga ekish me'yorlarining ta'siri. Mavzuning dolzarbligi qanchalik muhim? Mavzuning dolzarbligiga keladigan bo'lsa, hozirda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda. Shu sababli bu o'simlikda oqsil miqdori va yog' miqdorining yuqoriligi bilan ajralib turishi va oziq-ovqat mahsulotlariga tayyorlashda ko'pgina mahsulotlar tayyorlanadi. Bunda shu bilan ajralib turadi. Bundan tashqari unumdorligini oshirishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Mening bitiruv ishimning mavzusi no'xatni yulduz navini ekishi, hosildorligi, ekish muddatining ta'siri mavzusida olib borganman. Bu yerda biz no'xat o'simligini, tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyati, oziq-ovqatdagi ahamiyati, keyin dunyo bo'yicha shu ko'paytirish mavzusida ish olib bordim. Mavzuyingizning dolzarbligi nimada edi? Mavzuyimning dolzarbligi birinchi o'rinda tuproqdagi degradatsiyaga qarshi kurashish, tuproq unumdorligini oshirish mavzu. Eng dolzarb mavzulardan bittasi. Ikkinchi dolzarb mavzu esa oziq-ovqatdagi ahamiyatini qondirish. Oqsilga bo'lgan odamlarni, aholini oqsilga bo'lgan ehtiyojini qondirish. Keyingi magistratura bosqichida ham mana shu tadqiqot, ilmiy amaliy ishingizni davom ettirmoqchimisiz? Istiqbollari qanday? Albatta, men magistratura bosqichimda ham o'sha no'xat bo'yicha ilmiy ishlarimni davom ettiraman.